Hello barchaga, sizlar bilan Nova PUBG. Bugungi videomizda PUBG Mobile'da 4-2 sezon yangilanishini ko'rib chiqamiz. Erangel kartasiga katta daraxt qo'shiladi. Asosiy eventlarimiz Pachinki va Yasnaya Polina hududlarida joylashgan bo'ladi. Yangi rejimda qo'shiladigan transport bu chayon. Chayonni surnay orqali chaqiramiz. Chayonga 2 ta odam sig'adi. Chayon 2 ta usulda hujum qila oladi. Zahar otish va oldidagi odamga hujum qiladi. Yerga kirib ketish qobiliyatiga ham ega. Bu paytda o'q otsa sizga tegmaydi. Ukol orqali kapalikka o'xshash qanot chiqarib, dushmanlarga tepadan nurli hujum qilishimiz mumkin. Va nihoyat so'nggi yangiligimiz o'simlik qo'l qobiliyati. Buni ishlatganingizda yoningizda o'simlik paydo bo'ladi va sizni qobiqqa o'raydi. Yoningizdagi dushmanni o'simlik ildizi orqali o'rab, uni osongina o'ldirishingiz mumkin bo'ladi. Yangiliklar sizga yoqdimi yo'q? O'z fikringizni kommentariyalarda yozib keting.